Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 28-may sanasida Flari va shoftollar bir baho berildi. Xudo xolasa bugun birinchi terim boshlandi. Teryapmiz, xudo xolasa mevani qarang. Meva olgani o'zlaring bir ko'rib baho berasizlar. Daraxt yoshi 3 yosh. Tajribani o'tkazish uchun abresiya qilinmagan. Mevani o'ta yuqori darajada vobshe ko'p ovorgan. O'ta yuqori mevani ko'p olgani sababli shoxlari ham sinib ketgan. Buni kesib abresiya qilsalaring, xudo xolasa zo'r meva, zo'r kalibr chiqadi. Mana mevani qarang, mashalloh, mashalloh. Daraxt hosil olsa shunchalik hosil oladi. Bunchalik ham ko'p lekin. To'qalash kerak, buni abresiya qilish kerak. Vaqtida suvni berish kerak. Doğrusini berish kerak. Kalibr, blisk, rang vobshe zo'r, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziq, bundan ham chiroyli videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Telefonda gaplashyapti. Qaranglar, mevani. Daraxtdagi meva o'ta zo'r. Kalanaviddan ham kuchli olgani meva. Kalanavidni ham unchalik olmaydi. Har bir daraxtda, har bir shoxida meva o'ta yuqori. Egilib ketgan. Odamlar egib teradi daraxtni. Bizni ko'tarib teryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziq, bundan ham chiroyli videolar chiqaramiz. Xudo xolasa eng sifatli, eng zo'r ko'chatlar bizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlar profilda bo'ladi. Daraxt ko'rib o'zlaring bir fikrlaring qoldirasizlar. Daraxt 3 yosh, meva o'ta